Assalomu alaykum aka-ukalar, yaxshimisizlar? Rossiyada Moskvadan bolalar fohishaxonaga boryapti hozir. Fohishaxonaga biz akamiz bilan bitta ajanda ishlayotgan ayollarni qo'lga olish uchun keldik. Videoni oxirigacha ko'ringizlar va kommentariyada o'z fikringizni bildirib keting. Shoshilmasdan layk bosib do'stlarga tarqatib qo'yamiz. Bu narsamiz yo'q edi, yaxshi davom etamiz. Video boshlamiz. Hadi. Biz keldik davradamoqchilar. Shu 5-litrda 28 xona. Bo'ldi, 2-3 biz qoldi. Sizni video o'tganingiz oldidan uzamoqchiman, kelib qolmasin, xonaga yashin kirasiz. Aka-ukalarimiz, opa-singillar, bu video sizlar o'ylagan video bo'lmadi. Oxirigacha ko'rsatamiz, tushuntirib boramiz. Nimagaki o'zimizning xalqimiz shundaki fohisha ya boshqa narsalarga tegishli videolar bo'lsa millionlab prosmotr bo'ladi. Mana shunday bir inson qiynalib qolsa, misol beribda befarq bo'ladi. Iltimos sizlardan yaxshi odamlar juda ko'p. Videoga layk bosib tarqatib qo'yinglar, qo'ldan kelgancha yordam qiling. Bu aka siz jiyani bo'lasiz-a? Assalomu alaykum. Buni tog'amizni Instagram, YouTube'ga chiqargan edik. Hammalaringizga kattakon rahmat. Infarkt va insult bo'lib, yuragida operatsiya bo'lish kerak. Mana Rahmat akalar, ukalar, bola ishlamaydi. sizlarga Nasibsa tog'a hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Yig'lab ziqmomang va oyoqlar ishlamaydi. Shu 8000 rubl pul kerak bo'lyapti. Videomizda befarq qo'ldan kelgancha yordam qilingizlar, iltimos aka-ukalar. Mana shu berga pullarga rozi bo'linglar. Mana shu pul sizlar tashlagan pul. Bu yerda 148,5 ming rubl pul turibdi. 160 ming yig'ilgan o'zi. Hozir 10 mingdan ziyodani doktorga borib akalarimiz rasxod qilib kelyapti. Bugun doktorga bordik. Doktorga borib keldingiz bugun, to'g'rimi? Doktorlar nima deyapti? Hozirlar nima deydi? Bo'ldi, qiynalmaymiz. Yo'q. Qiynalmaymiz, tog'a yaxshi gapira olmaydi. Bu kishi tog'amizda kuyovlari bo'ladi. Aka, gaplaringiz gapirib o'ting. Yurtdoshlar, qo'ldan kelgancha yordam beringlar. Xudo xolasa shu bizdan qaytmasa Allohdan qaytsin. Ehsonlaringizga rozi bo'linglar. Shu срочный sersa parok bo'lgan, shuni operatsiya etmasa bo'lmaydi deb turibdi. Срочный operatsiya etish kerak ekan. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha yordam bersanglar, Alloh rozi bo'lsin. Shunday, do'stlar, sizlarga rahmat. Instagramga chiqargan videolarimiz orqasidan 160 ming rubl pul yig'ilibdi. G'ayrat qiling, podдержкада bo'lingizlar. Qo'lingizdan nima yordam keladi, duo keladi, layk bosib, kommentariy yozib, ushbu videomiz do'stlarga tarqatib qo'yish kerak. Ko'proq inson ko'rsa, ko'proq layk yig'ilsa, videomiz ko'proq insonlar bo'lsa, ko'proq pullar yig'iladi. Mana shu tog'amiz musavvir yurtda mana shu holda qolib ketmasin. Yordam qilingizlar. Nasibsa inshaalloh yaxshi bo'lib ketsin. O'zimizda xalqimiz mehribon, sizlardan umidimiz katta. Podдержка qilib turishlaringizni kutib qolamiz. Bu akalarimiz ham bunisi jiyani bo'ladi, bunisi kuyov bo'ladi. Ilojsizlikdan mana shu chiqyapti videoga. Hech kim xohlamaydi-da videoga chiqib yordam so'rashni. Majbur bo'lgandan keyin, iloj bo'lmagandan keyin yordam so'rab chiqyapti. Noto'g'ri o'ylamangizlar. Ekrandagi nomerlarda Sberbank bor. Ikkita nomerda ham bittasi mening o'zimning kartam, bittasi kuyovining kartasi. To'g'rimi, Hamidjon aka? Agarda pul ko'p tushib ketsa, bitta karta bloklanib qoladi, bilasizlar. Shuning uchun ikkita karta qo'yyapmiz. Xohlaganingizni tashlayveringizlar. Qimmatinigacha hisoblab sizlarga ko'rsatib boramiz. Tog'amizga shu biz aytgan darajadagi pul yig'ilsa, nasibsa inshaalloh davolanib, ona vataniga qaytib ketadi. Mana shu ahvolda qolib ketmasa, mana qarangizlar-da. Shu tog'amning joyidan siz yoki men bo'lishim mumkin-da. O'ng qo'l yo'q, chap qo'l, o'ng chap oyoq ishlamaydi. Tog'a shu mana Rahmat sizlarga, rahmat. pulda taylab podдержка qilayotgan, yordam qilayotganlarga bitta duo berib bering. Hamma musavvir yurtlarga bir duo berib qo'ying. Musavvir, o'zlarini musavvir deymisan. Sog' bo'lsin, omon bo'lsinlar. To'lib toshib uyiga borsinlar. Bola chaqasini oldiga o'ynab kelib. O'zlarimizdan xudo qolasa shu yevaringlar. Xudodatdi. Rahmat tog'a. Amin aytganingiz kelsin. Tog'am sizlar haqlaringizni duo qilib qo'ydi. Mana shu biz turibmiz kvartirasida Podolskida. Hamidjon deb yozilgan nomerlar bor-ku, shuni Hamidjon akam o'ziga prema telefon qilib, hol-ahvol so'rab kelib ko'rib ketishlaringiz ham mumkin. Bemalol, ha. Endi hamma har xil deb o'ylash mumkin. Bemalol telefon qilsan, kelsin, ko'rsan, Podolsk Kurilova, Pasel Kurilova kelib, bemalol kelib. Bunday dardga solmasin, inson vaziyatga har xil tushib qolar ekan. Biz ham mana shu qarindosh urug' bilan yig'ilyapmiz, bo'rimizcha
tog'aga shu yordam qilaylik deb hammani o'zini insoni to'g'ri hammani dardi bor, tashvishi bor. Lekin shunaqa vaziyatda shu yurtimiz bilan vatandoshlarimiz bilan bitta odamni insonni atab oyoqqa turishsak bizga ham to'g'ri bo'ladi. Shunday albatta. Hamma ham nolozlikdan chiqadi. Biz ham xohlaganimiz yo'q shu yordam so'rab chiqaylik yurtimizdan deb. Lekin Allohga shukr yurtimiz qaramay turibdi-yu. O'sha rahmat kim insonlar xayr inson bo'lgan bo'lsa, shu insonga oyoqqa turishga yordam qilayotgan insonlarga aytib qolaman shu kattakon rahmat. Shu befarq bo'lmanglar, videoga хотя бы like bo'lsa ham, подписка bo'lsa ham, nima bo'lsa ham duo qilib turinglar iltimos sizlarga. Xalq ko'pchilik duosi o'tadi. Xalqimiz duo qilib qo'yingizlar, xalqlariga imkoni yo'qlar. Imkoningiz bor, like bosib tarqatib qo'yingizlar. Imkon borlar 100 rubl, 1000 rubl ihsoni moyda kattasi yo'q. Qo'ldan kelgancha kartalarga pul tashlab yordam qilsalaringiz oyoqqa turib ketsin. Bir inson mana biz ko'pchiligimizdan masalan 2000 to'g'ridan 500 rubldan pul tashlasa ham 1 million pul yig'iladi. Bu yerda 100 minglab odamlar ko'ryapti videolarni. Iltimos sizlardan 8000 rubl pul yig'ib beray. Ko'pchilik uchun hech kam emas bu pul. Kichkina pul bo'lib qoladi. Biz ko'pchiligimiz katta kuchimiz birigaylik. Nasib inshaalloh tog'amiz yaxshi bo'lib ketsin. Gaplarimiz bo'lsa aka bemalol gapiraveringizlar. Nima deymiz, shu yordam berayotganlarga katta rahmat aytamiz. Qo'ldan kelgancha kim qanaqa vaziyat bo'lgan taqdirda 10 rubl bo'ladimi, 5 rubl bo'ladimi, hatto shu tog'aga yordam qilaylik. Biz ham beyoqda qarab turganimiz yo'q. Biz ham oddiy insonlarga o'xshab mehnat qilib pul topyapmiz. Shu tog'aga yordam qilaylik, 1-2 so'm bo'lsa ham qo'shaylik. Shu operatsiya oz pul emas, 800 ming. Bittadan to'q qatardan shunaqa chiqib qolsa, odam vaziyatga tushib qolar ekan, har xil vaziyatga. Shu insonni nima deymiz, oyoqqa turishga yordam qilaylik iltimos bo'lgani. Mayli do'stlar, aka-ukalar, jonlaringiz omon bo'lsin. Nasibda inshaalloh sizlarga yana yangilik videolar chiqarib boramiz. Bir narsani boshladikmi, oxiriga yetkazib qo'yaylik. Bir insonni ham umidsiz qoldirmaylik. Noumid qoldirmaylik. Umid bilan mana chiqyapti sizlardan yordam so'rab. Inshaalloh yaxshi bo'lib ketsa, yaxshi kunlardan keyin qachonlardir vaqti kelib shunday ihson videolar chiqsa, tog'amiz ham akalarimiz ham rohatini yordam qiladi. Xudo xolasa bu agar operatsiya o'tsa ham biz xudo xolasa video ham chiqaramiz bunga. Rahmat aytib insonlarga kim yordam bergan bo'lsa ham tog'ani oyoqqa turgan, yurgan vaziyatlarni ham chiqarib beramiz xudo xolasa. Videoni boshi boshqacha edi, kommentariyga shu uchun ham negativ fikr bildirmaysizlar degan umiddaman. Men majbur bo'ldim shu narsani chiqarishga. Masalan, yordam kerak deb videoni chiqarib qo'ysa, odamlar ko'rmayapti. Mana shunday holda chiqardim. Ko'proq inson ko'rish uchun sizlardan iltimos, qo'limiz ko'ksimizda xalqimiz qo'llaringiz duoga ochib yordam qilib, pul tashlab yordam qilishingizni kutib qolamiz. Izohlarda fikrlaringizni qoldirib ketingizlar. O'zbekiston Qoraqalpog'istondan infarkt va insult. Like'ni bosinglar, kommentarni yozinglar. Gap yo'q, gap yo'q. Like bosib, kommentariy yozib qo'yingizlar. Mayli bo'ldi aka, nasibda men kelib turaman. Sizlardan Sog'lig'ingiz ham katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin. jonlaringiz omon bo'lsin. Xo'p.